Assalomu alaykum yaqinlar, mahalladoshlar, qarindoshlar, YouTube'da bizlarga ko'rib turgan podpischilarimiz, ko'rib turganlaringizdan eshiklarimiz qishda o'rnatib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Yo'limiz tushib, shu joydan o'tib borganimiz uchun video syomkasini ko'tardik. Mijozimiz yo'q demadilar. Ajoyib o'rnatib berganmiz. Davorlari bilan sifatli chiqar davorlar bilan o'rnatadigan bo'lsangiz, zamoklarni ham ko'rishingiz mumkin. Original zamok qo'yib berganmiz. Mijozimiz oddiy ma'qul degan. Sifatlar ham zo'r. Video davomida boshqa eshiklarni ko'rsatib o'tamiz. Bu joyimizda 5 eshik o'rnatib berganmiz. 2 makab, 3 yalanqat. Hammasini davori, nalishdagi zamoki bor. Videoni yaqinlara, donishlarga yuborib qo'yasizlar. Xudo xolasa kimga shunday sifatli MDF eshik, aynalar kerak bo'lgan bo'lsa, ajoyib taxlab beramiz. Like bossanızlar, komment yazsanızlar, bu videomuz ko'proq odamlar ko'radi, ko'proq tarqaladi. Like uchun sizlardan hech bir yetmaydi, pul yetmaydi, megabayt yetmaydi. Bizlar ishimizni rivojlanishini o'z hissangiz qo'shgan bo'lasiz. Like bossangiz, yaqinlarga yuborib qo'ysangiz, shuni sifat darajada oladilar, xudo xolasa. Videoning davomini ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda yalanqat eshiklarimiz qurib berganmiz, 90lik eshiklar. Bu narsaga e'tibor etasizlar. Bir ishni aytgan ustaga ishni o'zi ma'qul bo'lsa, klient ham albatta ma'qul ko'radi shu ishni. Ustani o'zini yoqmadimi, klient ham yoqmaydi. Shaxsan men uchun zo'r chiqqan, klientimiz ham dum qoladi. Uynaga mehmonlar ham dum qoladi. Boradingiz rahmat deb aytdi, shuni ustalar bor ekan deb aytib turibdilar. Ko'rishingiz mumkin. Sifatlardim zo'r. Bu tarafda plastik eshiklar o'rnatib beramiz. Engelbek materialdan 7000 seriya. Zo'r. Bu tarafda aynalar bilan birga. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, zarar tasdiqlab lazım. Chiroyli o'rnatib beramiz.